Qanday savolashlar yaxshimisizlar? Bugun biz necha vaqtni o'rganib chiqqan looplar to'g'risida ozroq bir mashqlarni ishlab bo'lmoqchi. Oddiy bir sinoqlarni yapmoqchi. Endi birinchi sinoq nima deyaptida? Birdan 100 gacha bo'lgan sonlarning ichidagi jup sonlarninki yig'indisini tepish. Bununda biz başida birden 100 gacha deb doirasi aniq bo'lgandan keyin for loopni ishlasak biroz yaxshiroq. Ammo bizda biz birdan 100 gacha bo'lgan sonlarni for loopni ishlatib bir chiqarib qo'yaylik. Int birdan bu 100 ga teng yoki 100 dan kichik bo'lguncha aylanaverdi. Lekin ayga biz birini qo'shmoqmiz degan gap. Hani bunu aynı print qilib chiqarib baqsaq, birdan 100 gacha bo'lgan sonlar o'zligidan chiqadi degan gap. Men ko'rib turibsizlar, birdan 100 gacha bo'lgan sonlarni print qilib chiqarib oldik. Demak, shu loop to'g'ri degan gap. Hani ikkinchi gap nima deganda birdan 100 gacha degan birinchi gap chiqib bo'ldi. Ikkinchi gap even numbers. Even numbers degan jup son degan gap. Jup sonlarni qanday topamiz desak, jup sonlarni biz bir condition orqali topsak bo'ldi. If agar bir jup son bo'lib qolsa deb bir xat yozamiz. Agarda if number is even. If number is even. Andan keyin qanday qilamiz? Shu numberni qo'shimiz bir-biriga degan gap. Ana bu numberning even numberligini qanday topamiz desak, bu vaqtda bir modulni ishlatamiz degan gap. Masalan, I module 2 0 ga tengmi degan gap. Bu bir condition, bu bir sonninki jup son yoki jup son emasligini isbotlaydigan bir condition. Module degan nima narsani ifodalaydi deganda, module degan agar I degan sonni biz 2 ga bo'lsak, qoldiqi necha degan gap. Masalan, agar 3 kichikni bo'lsak, qoldiqi 1 qoldiq chiqib qoldi. 5 ga 2ni bo'lsak, 3 degan qoldiq chiqib qoldi degandek. 3, 5 deganlarning hammasini 2 bo'linsa qoldiqi bor. Demak, bularning hammasi taqson. Jup sonlarni 2 bo'lsa qoldiqi qolmaydi. Yoki bo'lmasa qoldiqi 0 bo'ldi. Masalan, 4 ni 2 bo'lsak, 2 butun bo'lindi, qoldiq yo'q bo'ldi. Yoki qoldiqi 0. Shuni ifodalaydi. Agar biz bu I degan songa 2 ni bo'lsak, mavi qoldiqni topilgan belge. Agar qoldiqi 0 ga teng bo'lsa, demak bu number is even degan gap. Bu son bir jup son degan gap. Ana biz bunun conditionsini deb bo'ldi. Endi buni qo'shishimiz kerak bir-biriga. Biz beshidan miyada bir sonni belgilab olaylik. Masalan, sum deb buni 0 ga teng qilib turaylik. Hamma sonlarni shu sum degan songa qo'shib olsak, masalan, sum qo'shilgan ayga teng deb yozib qo'ysak, bu sum keyin butun shu birdan 100 gacha bo'lgan jup sonlarni o'ziga qo'shib oladi. Masalan, bu birinchi qadamda 0 ga teng, I birinchi qadamda 2 degan jup son bor. 2 degan jup sonni 0 ga qo'shdi. Demak, sumning qiymati hozir 2 bo'ldi. Keyin 4 degan jup son tushdi. 4 degan jup sonni asldagi sumning saqlagan 2 degan qiymat bilan qo'shilib, 6 degan qiymat sumning ichida yozildi. Keyin 6 degan jup son tushdi ustidan. 6 degan jup son sumning asldagi 6 degan qiymat bilan qo'shilib, 12 degan qiymatni o'zi saqlab oldi degan. Mani for loopni tezda yozishimizga sabab bor. Agar buni biz for loopni ichiga yozib qo'ysak, har qitim loop bo'lgan vaqtida sum o'zligidan 0 ga aylanib qoldi. Qancha desak, zidong qingling bo'lib qoldi. Biz oldingi qitim looplarni qo'shgan, saqlab olgan sonlarimiz hammasi 0 ga aylanib ketadi degan gap. Shunga bu bir xatarlik ahvol. Shunga biz buni loopni teshiga yozib, sumni har qitimliq loopda 0 ga aylantirib turib qo'ymaslik uchun buni loopning teshida deklar qilamiz degan gap. Endi agarda biz
bu to'g'rimi xattomi ko'rib bakmoqchi bo'lsak, butun loopni ijro qilib bo'lgandan keyin samning qiymati zodi qancha deb bir ko'rib baksak bo'ldi. Samning qiymati 2550 chiqdi. Demak, 1dan 100 gacha bo'lgan barliq jup sonlarning qiymati 2550 tenge. Bu to'g'rimi xattomi men kodimni to'g'ri yozganligimni qanday isbotlayman degan vaqtida agar vaqtinglar bo'lsa o'zinglar to'g'ri izlab baxsanglar bo'ldi 1dan 100 gacha jup sonlarning yig'indisi qancha deb yo bo'lmasa o'zinglar hisoblag'ich bilan hisoblab baxsanglar bo'ldi. Yoki bo'lmasa eng oddiy usul qabul degan vaqtida biz ma loopni 100 deganni 10 ga o'zgartirib mang'izib baxsak bir tadqiq qilib baxsak bo'ldi. Biz 1dan 100 gacha bo'lgan hamma jup sonlar yig'indisini kallamizda hisoblab bo'lmaymiz, lekin 1dan 10 gacha bo'lgan jup sonlarning qiymatini kallamizda hisoblay olamiz. Agar 1dan 10 gacha bo'lgan jup sonlarni to'g'ri qo'sha olsa, 1dan 100 gacha bo'lgan sonlarni to'g'ri qo'sha oladi deb bundaq bir logikalik tafakkur qilsak bo'ladi. Shunga bu 100 degan sonni 10 degan songa o'zgartirib qarab baxsak, 1dan 10 gacha bo'lgan jup sonlarning qiymati 30 deb chiqdi. Biz o'zimiz unda o'ylab baxsak, 1dan 10 gacha qaysi jup sonlar bor? 2, 4, 6, 10 jami 4 jup son bor ekan. 8, 5 jup son bor ekan. 2, 8 ni qo'shsak 10, 4 6 ni qo'shsak 10, 10 o'zi bir 10 bo'ldi. Demak 3 tal 10 degan gap 30 degan gap yig'indisi. Chunki bu 1dan 10 gacha bo'lgan jup sonlarning yig'indisini to'g'ri hisoblab chiqdi. Shunga buningdan bir logikalik tafakkur qilsak, 1dan 100 gacha bo'lgan sonlarning qiymati to'g'ri degan gap chiqadi. Bu birinchi misol. Ikkinchi misol qaysi misol degan vaqtida ikkinchi misol azroq murakkab. Bu tuniga o'rgangan nested loop, ya'ni loopning ichidagi loop degan bilim qo'llanildi buning ichida. Bu qanday gap degan vaqtida masalan nested loop practice deb yozib qo'ymayman. Masalan bizda bir array bor deylik. Mesela bir butunlay integerlarni saqlaydigan bir array bor. Uning ismi arr deb qo'yib turaylik. Buning ichida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 degan sonlar bor deylik. 6 sonlar bor deb turaylik. Hamda bizdan nimani so'ramoqchi degan vaqtida Müşnün içinde qaysı sonlarni bir-biriga qo'shsak 7 degan qiymatga teng bo'ldi degan gap. Masalan, 1ga 6 ni qo'shsak 7 ga teng bo'ldi. Biz mushu 1 bilan 6 ning mushu arrayning ichida qaysi o'rinda ekanligini tepib chiqish. Bundaqcha aytganda. Bir misolga bersak, masalan, which two numbers sums up 7 deb yozib qo'yaylik. Qaysi mushu arrayning ichiga qaysi sonni qo'shsak 7 bo'ldi degan gap. 1 ga 6 ni qo'shsak 7 bo'ldi. Lekin biz bu 1 bilan 6 ni chiqarib bermaymiz. 1 bilan 6 ning mushu arraydagi o'rnini chiqarib beramiz. Bu array o'rnini qanday topamiz degan vaqtida bilamizku arrayningki indeks nomberi 0 dan boshlandi. Ammo 0-o'rin, 1-o'rin, 2-o'rin, 3-o'rin, 4-o'rin, 5-o'rin. 0 1 2 3 4 5 deb mushta 5 6 o'rni bor. O'rinni 0 dan boshlandi. Arrayni o'rgangan hammamiz fiqimiz. Shunga biz 1 bilan 6 ning o'rnini tepib berishimiz kerak. Shunga bu savolda which two numbers sums up 7 degan vaqtida 1 bilan 6 ni qo'shsak 7 chiqadi, lekin biz 1 bilan 6 ni chiqarib bermaymiz. 1 bilan 6 ning mushu arrayning o'rni, ya'ni 0-o'rin bilan 5-o'rin degan qiymatni chiqarib bersak, bu mashqni ishlagan bo'la olamiz. Lekin bunga bir diqqat qilib qarab baxsak, 2 sonni qo'shsak 7 chiqadigan sondan faqat bu bir juplama emas. 2 ga 5 ni qo'shsak 7 bo'ldi, 3 ga 4 ni qo'shsak 7 bo'ldi. Demak, 1 bilan 6, 2 bilan 5, 3 bilan 4 degan o'rinlarning hammasini chiqarib bera olsa, demak biz bu mashqni to'g'ri ishladik deb bilsak bo'ldi.
Diqqat qilgan nuqta 1 bilan 6 degan sonni chiqarib bermaymiz. 1 bilan 6 degan sonning shu arraydagi o'rnini chiqarib beramiz. Ya'ni index positionsini chiqarib beramiz degan gap. Buni qanday yozamiz deyapti-da. Buni boshida o'ylab baqsaq bo'ldi. 5da 1dan boshlaymiz. Agar biz buni kompyuterda ishlamay o'zimiz ishlab qolsak qanday o'ylaymiz deb o'zimizning o'yinini bir o'ylab, anki o'zimizning o'yini kod orqali qanday chiqarishimiz deb mundaq tafakkur qilsak, bu bir yaxshi bir tafakkur usuli. Masalan, agar sizlarni kompyuterni ishlatmay o'zingizlarning qalasizlar o'ylanglar deb qolsa, agar men bo'lsam men mundaq o'ylaydim-da, men boshida 1 ga 2 ni qo'shib boqaman. Boshida men 1 degan sonni ilib olib turib, 1 ga 2 ni qo'shib boqaman, 1 ga 3 ni qo'shib boqaman, 1 ga 4 ni qo'shib boqaman, 1 ga 5 ni qo'shib boqaman, 1 ga 6 ni qo'shib boqaman. Agar qaysi son 7 degan songa teng bo'lsa, men o'zimningki index position, ya'ni 0 degan o'rnim bilan shu men qo'shgan son 7 bo'lgan yig'indimningki o'rnini chiqarib berma degan gap. Ananki 1 ning ishi tugaydi, anki men 2 ga kelma. 2 gap 2 ga 3 ni qo'shib boqaman, 2 ga 4 ni qo'shib boqaman, 2 ga 5 ni qo'shib boqaman, 2 ga 6 ni qo'shib boqaman. Qaysi son 7 chiqdi deb o'ylayman. O'xshash 3 ga 4 ni qo'shib, 3 ga 5 ni qo'shib, 3 ga 6 ni qo'shib. Demakchi o'g'lim, qaysi sonni qilgan bo'lsam, shu sonning og'idagi sonlarni qo'shib berib, qaysi 7 chiqdi deb o'ylayman. Shu navbatda, shu arraydagi bir hisobda hamma sonni asos jihatdan bir qatimni ko'rib chiqma degan gap. Başta 1ni tanlab, qog'ozdagi sonlarni qo'shib beqish, agar başta 2ni tanlab, oxirgi sonlarni qo'shib beqish, başta 3ni tanlab, oxirgi sonlarni qo'shib beqish. Bu bir xil loopning shaklida kelgan bir xil usul. Shunga biz buni loopni ishlasak bo'ldi degan gap. Yana bir nuqta, 1ni ishlatib, 1 degan loopning ichida 2, 3, 4, 5, 6 ni qo'shma. Har bir qo'shqinim yana bir loop hisoblanadi. Demak, men loopning ichida loop ishlatma, ya'ni nested loop degan bilimni ishlatma degan gap. Xuddi 1 kara 1, 1 kara 2 o'xshash. Masalan, men 1ning karasini yapsaq, 1 kara 2, 1 kara 3, 1 kara 4, 1 kara 5, 1 kara 6. Bu yerda jami qancha kara bor? 5 tal kara bor. Andan keyin mushu munosabatda 1ning karasi bor, 2ning karasi bor, 3ning karasi bor. Yana bir cho'ng hisobda yana bir 5-6 tal kara bor degan gap. Demak, har bir loopning ichida bir loopni qilsak, mushxil usulda mush masalani yeshalaymiz degan gap. Masalan, buni yozib baqsaq, birinchi job 1dan boshlaymiz desak, for int I equals 0 hash less than array.length I plus plus. Bu nimni yerlik deyaqda, men nimashqa ayni 1dan başlamayad, 1 tursam men 0dan başladım deganda, chunki bizningki maqsadimiz shu 7 bo'lgan sonlarningki index positionsini tepish, ya'ni o'rnini tepish. O'rin degan gap odatda 0dan boshlanadi, index position. Ammo 0-o'rinda, 1-o'rinda, 2-o'rinda shu xil tartibda keladi. Shunga biz index positionsni nim qildik. Index positionsni boshladik. Qayerda oxirlashimiz degan vaqtida shu array oxirlashgan vaqtida oxirlashimiz. Shu arrayning uzunligi oxirlashgan vaqtida biz buni oxirlashtiramiz degan gap. Bu arrayning uzunligi qancha deyapti? Bu arrayning 6, uzunligi 6. 1dan boshlab 1, 2, 3, 4, 5, 6. Shunga bu arrayning uzunligi 6 bo'ldi. Nimishqa biz equals, ya'ni tanglash belgisini ishlatmadik deyapti-da. Index positionsi eng cho'ng bo'lganda 5 tugaydi. Shunga biz tanglash belgisini ishlatmadik. Shunga hisobda biz 0-o'rindan 5-o'ringacha hammasini bir qatim loop qilamiz degan gap. 1dan 6gacha hamma sonning bir karasi bor degan gap. 1ning qanday karasi bor? 1ning 6gacha bo'lgan karasini ham yozib chiqamiz. For int yana boshqa bir variable'ni deklar qilib equals. Bu vaqtda mayada biz yan qurgan j nimaga bo'ldi? Masalan, 1 bilan kimni solishtiramiz degan gap. 1 bilan 2ni solishtiramiz,
Bir bilan 3'ni seliştiramiz, bir bilan 4'ni seliştiramiz. Birinci qaysini seliştiramiz deyaqda, birinci 2'ni seliştiramiz. 2'ning o'rni 1'ning aqısida. Bu o'rinni qanday ifodalaymiz deyaqda, ayninki o'rniga 1ni qo'shsaq, ayning aqısidagi o'rin chiqadi. Bu J-mo o'xshashla, bu arrayning uzunligi tugigacha loop qildi. J-mo birga qo'shib, o'ziga 1ni qo'shmaydi degan. Bu qanday bo'ldi deyaqda, biz mana nim bilan ifodalasak, masalanga başta biz if condition yazıp yaparken tushuntiraylik. Misol if agarchanda shu arrayninki I degan o'rnidagi songa shu arrayninki J degan o'rnidagi sonni qo'shsak, bu 7 degan songa teng bo'lsa, o vaqtda biz o'rnini topgan bo'lamiz. O'rnini biroq print qilib chiqarsak bo'ldi. I qo'shilgan o'tirsa bir ozroq space qo'shib qo'shilgan J deb print qilib chiqarsak bo'ldi. Ham bu kodni o'zimiz yozib bo'ldik. Bunda o'ylab baqsaq bo'ldi-da. Birinchi qitimliq loopda 5 eng cho'ng loopda 0 dan boshlandi. 0 arrayninki uzunligidan kichikmi? Kichik. Unda bo'lsa condition true bo'ldi, pastga tushdik. Pastga tushib yana bir for loop chiqdi. Int J nimikdan I'ga 1ni qo'shgandan. I birinchi qitim nimikdan 0 ga teng. Demak J 1 ga teng, I 0 ga teng degan gap. J arrayning uzunligidan kichikmi? Kichik. Condition true bo'ldi, pastga tushdik. If array I qo'shilgan array J 7 ga teng bo'lsa degan gap chiqdi. Birinchi qitimliq loopda I 0 ga teng, ankin J 1 ga teng, 0 ga 1ni qo'shsak 1. Shunga arrayninki 0-chi o'rindagi son bilan arrayning 1-chi o'rindagi son qo'shsak 7 ga tengmi degan gap chiqadi. Bu birinchi loopda. Arrayning 0-chi o'rindagi son 1, 1-chi o'rindagi son 2, 1 ga 2ni qo'shsak 3. Bu false bo'ldi. False bo'lgandan keyin ma ijro bo'linmaydi. İcra bulunmagandan keyin ma yana mayadagi for loop qaytib keldi, ichidagi for loopga. Loopda J ga 1 qo'shildi. J aslida birinchi qitimliq loopda 1 ga tengdi, hamda ikkinchi qitimliq loopga kelganda J 2 ga teng bo'ldi. 2 arrayninki uzunligidan kichikmi? Kichik. Condition true bo'ldi, ostiga keldi. Array I degan 0 ga teng. Shu arrayninki 0-chi o'rnidagi son bilan arrayninki 2-chi o'rnidagi son J selishtirildi. 0-chi o'rnidagi son 1, 2-chi o'rnidagi son 3, 1 ga 3ni qo'shsak 4, 7 emas. False bo'ldi. Yana ma for loop qaytib keldi. J ga yana 1 qo'shildi. Oldingi loopda J 2 ga tengdi, hamda 3 ga teng bo'ldi. Andan keyin J 3 ga teng bo'lgandan keyin ma condition yana true bo'ldi, pastga tushdi. Array 0 bilan array 3ninki yig'indisi qancha deydi? Array 0 degan ma, array 3 degan ma, 1 ga 4ni qo'shsak 5, yana xato bo'ldi. Yana ma for loop qaytib keldi. Degandek, ma ichidagi for loop ma J ma arrayning uzunligidan cho'ng yoki teng bo'lguncha ma for loop ijro bo'ldi. J birga qo'shilaverib ma condition false bo'lgandan keyin, andan keyin biz buning ustidagi ma for loopga qaytib kelamiz. Bu vaqtda endi I ga 1 qo'shildi. I birinchi loopda 0 di, endi 1 bo'ldi. Andan keyin ma loop qaytib keldi. J nimaga teng? J I ga 1ni qo'shganga teng. 1 ga 1ni qo'shsak 2. Shunga I arrayninki birinchi o'rnidagi son bilan arrayning ikkinchi o'rnidagi sonni qo'shsak 7 mi degan gap chiqdi. Birinchi o'rnidagi son ma, ikkinchi o'rnidagi son ma, 1ni qo'shsak 7 emas, aqilmangdi. For degan loop qaytib keldi. J 2 J ham 3 bo'ldi. Arrayninki birinchi o'rnidagi son bilan uchinchi o'rnidagi son qaysi? Birinchi o'rin ma, uchinchi o'rin ma, 2 ga 4ni qo'shsak 7 emas, yana false bo'ldi degandek. Mustay mengaverib 5dan ma mangdi. Andan keyin ma mangdi. Ma oyoqlashgandan keyin anki ma'ning ikkinchi loopi qaytib keldi. Anki yana ma mangdi. Ma oyoqlashgandan keyin ma'ning 3-chi loopi qaytib keldi.
anki mayan mağdu deyen gep. Müştaf nested for loop tünügün degendek 24 saat ba 1 saat mangında 60 minut mağdu 60 loop. Ankin 2 saatning loop keldi. 2 saatning loopida yana 60 loop ba degendek. Aştan oxşaysiz. Sonra bu en ahırda müş arayning ichida qaysi o'ringa sonlarni bir-biriga qo'shsaq 7 bo'lganligini bizga print qilib chiqarib beradi degan gap. Mani izohat qilib astiga nima qilib mang'uz boqaylik. Amal mang'uzsaq 0-o'rin bilan 5-o'rin, 1-o'rin bilan 4-o'rin, 2-o'rin bilan 3-o'rin sonlarni qo'shsaq 7 chiqadi deb chiqarib berdi. Tekshirib baqsaq 0-o'rin degan mavu 1, 5-o'rin deganimiz 6, bir-birini qo'shsaq 7 chiqdi, to'g'ri. 1-o'rin deganimiz 2, 4-o'rin deganimiz 5, qo'shsaq 7 chiqdi, to'g'ri. 2-o'rin deganimiz 3, 3-o'rin deganimiz 4, qo'shsaq 7 chiqdi. Demak, biz bu nested loopni to'g'ri yozib, bu masalani